Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodar azizlar, mana ko'plar hozir allergik bahor kelishi bilan daraxtlar gullaydi. Albatta bu changlanadi. Shu bilan birgalikda allergik kasallar ko'payadi. Nima uchun? Bu albatta Allohning qudrati, har bir faslni o'ziga yarasha bir halgi nima qish faslida misol uchun shamollashlar, shunga bir bahor faslida yana bir o'ziga yarasha, yoz faslida yana bir o'ziga yarasha o'zlarining nimalarning har bir nimalari, zahmatlari yoki bo'lmasa mashaqqatlari bor. Allohga ming qatla shukr, eng O'zbekistonning yetuk olimlar yetishib chiqishiga sababchi bo'lmish mana 4 fasl mujassam bo'lgan O'zbekistonimizga da ekanmiz. Allohga ming qatla shukr aytamiz. Demak, hozir nimalar to'g'risida gapirar ekanmiz. Allergik kasal juda haddan tashqari, juda yomon kasal. Endi kasallikku yaxshi yo'q-a, ammo bu kasallikdan qanday davolanganligim haqida men aytib o'tmoqchiman. Mana o'sha oldingi safarda chiqishda aytganimdek, doimo shu nafas olishim qiyinlashadi, chinor va boshqa daraxtlarning gullash davridagi chang to'zonlar albatta juda qattiq ta'sir qilar edi. Bu juda ham yomon kasal, ichmagan dori qilmagan man qolmasdi. Buni men shundan topdimki, oldin mijozimni aniqladim men. 4 xil mijoz bor. Mijozning davolanish paytida juda haddan tashqari zarur 4 ta mijoz bor. 4 ta mijoz. Abu Ali Sino buni qayta va qayta ta'kidlaydi. Birinchi mijoz issiq mijoz, ikkinchisi sovuq mijoz, uchinchisi mo'tadil quruq mijoz, to'rtinchisi ho'l mijoz. Eng asosiy to'rga bo'linadi. Shuningdek, demak sizdan biz mijozni aniqlaganda keyingina kasallikka dori darmon qilsak, shunga yarasha bo'ladi. Endi dori darmon qilishdan avval nima ishlarni bajarish kerak? Xuddi o'sha nimalarning kasallikning o'chog'ini yo'q qilish kerak. Kasallikning, allergik kasallik kelib chiqishi, bu demak eng katta o'chog'i siz bilan biz yashayotgan xonadonlarda, shinamgina qalin tushaklarda, paryostiqlarda, shuningdek qalin darpardalarda yashinib olgan bo'ladi, birodar azizlar. Bularni ko'pincha qadimdan ota-bobolarimiz isiriq solishgan, boshqa bular ham albatta dori va nima. Ammo mana hozirgi eng zamonaviy dorilardan men avvalo o'sha kvars bor, kvarsoviy lampa. Bularni hamma yaxshi biladi. Operatsion ilgari SSR davrida har bir operatsiya xonalarida shu doimo yoqilib turar edi. O'shandan bir badbo'y keladi, nimani kuydiradi bu. Soatdan kuydirib, shu bilan darajada ko'p bir bakteriyalarni o'ldirish xususiyati bor. Bu hammaga ma'lum. Ultra binafsha nur chiqaradi o'zidan. Bularni o'sha xonadonga bir hech kim yo'qligida ehtiyot bo'lib yoqish kerak. Buni men qanday qilib topganman desangiz, o'sha kompyuterlarning EBUlarning o'chirish nimalari bo'ladi, fleshkalar bo'ladi. Shularni o'chiradigan nimalar chiqmagan paytda o'sha 95-96-yillarda shu ultra binafsha kvars nimalardan foydalanganman. Bu demak gap uzayib ketyapti. Borgan sari endi tagidan tushuntirib bormasangiz ko'p odamlar tushunmaydi. Kvars lampalarini shu men o'z xonamga yoqib qo'ydim. Yoqib qo'ygan darajada bir yoqib qo'yaman. Voy, dezinfeksiya bo'ladi. Va iloji boricha sodda, oddiy, parash nimalarda qilishga harakat qilaman. Hashamatga berilmaslikka harakat qilaman. Ana unda haqiqiy bakteriyalarning o'chog'i yopiladi. Ammo ehtiyot bo'lish kerak. Men o'sha haqiqatda tovuqlarga bit tushgan mahalda men tovuq qatakka yoqib qo'yganimda ko'p tovuqlarimni ko'zi ko'rib qolgan. Sababi odamning ko'ziga shikast yetkazishi mumkin, boshqa joylariga ham tikilib qarab bo'lmaydi. Demak, eng asosiysi mijozlarni aniqlash, ana undan keyingina mana bu keyin o'sha xonadondagi bo'lgan nimalarni yo'qotish kerak. Ayniqsa avtomobil minuvchilar, ularning ham diqqatiga aytamiz, bu uzoq vaqtda
almashtirilmagan va tozalanmagan salon avtomobil filtrlari, konditsioner yoqqanda va pechka yoqqanda o'sha hamma bakteriyalar o'sha joyga to'planadi. Shularning hozir yangi chiqqanlari bor, bizda bor, shundan sotuvda bor. Bakteriya ko'mir bilan filtrlab beradi. Endi juda 100 ga emas, endi 50 ga 50 bo'lishi mumkin, tozalab beradi. Bir oz qimmatroq, ammo yaxshi. Mana ko'plar allergik kasali borlar avtomobilga o'tirgandan keyingina shu aksirishni boshlaydi, bunda qitishni boshlaydi. Bu demak o'sha bakteriyalarning o'zaro kelishmovchiliklari bir-birlariga qarama-qarshi borayotganligini nimasi bo'ladi. Ma'lumi bo'ladi. Chunki ana bakteriya inson borki tanasida o'zaro mana isitma chiqadi. Isitma chiqqanda bu tana isitma chiqishi bilan bakteriyalarga qarshi kurashayotgan bo'ladi. Bejiz emas. U kurashyapti bu. Tanangiz o'zini himoyasiga olyapti. Xuddi shuningdek, allergik kasallar ham o'zini himoya qilishga harakat boshlanadi. Tanadagi bakteriyalar, tashqaridagi bakteriyalar bilan o'zaro kelishmovchilik yuzasidan o'zaro kurashni boshlaydi. Ana shunaqa mahalda siz doimo tayyor turishingiz kerakki, buning uchun eng asosiysi yantoq. Yantoqni albatta olib ichish ko'chalarda eng oyoq ostida yuradigan eng arzon va serob narsa shu. Ko'zga hamma narsaga yantoq dori ekan. Eng oson va eng serob dori yantoq. Yantoqni endi misol uchun yulayotganda o'sha qaydan olinayotganligingiz albatta e'tiborga loyiq bo'ladi. Misol uchun yo'llarning chetida har xil holatlarda tayyorlanganini olgandan olmagan ma'qul, ochiqroq, tashlik joylar bo'lsa, o'sha maqsadga muvofiq bo'ladi. Ularni maydalagandan keyin blenderga solib, yanada maydalab, choy holatda qilib damlab ichish maqsadga muvofiq bo'ladi. Buni hech qanaqa ziyoni yo'q. Foydasi bor. Mana misol, yantoq berib boqilgan echkining sutlari ham nihoyatda mazali va shirin bo'ladi, shifobaxsh bo'ladi. Ko'plab jigar kasalliklariga shuni davo deb bilishadi. Bundan tashqari, mana tuya suti dori deyishadi, chunki tuya yantog'i yaxshi kiradi. Berkorga uruslar kaluchka verblюжий demaydi. Birodar azizlar, demak, sizdan biz o'sha hozirgi, mana xudo xolasa bundan bag'riga mana hozir tutla gullaydi, shu bilan birgalikda chinor, sada, hammasi gullaydi. Hamma daraxtlar harakatga keladi. Siz bilan biz bunga tayyorgarlik ko'rib borishimiz albatta maqsadga muvofiq. Eng asosiysi o'sha o'ylarga imkon qadar bo'lsa, Xitoykini emas. Xitoyki unaqangi bakteriyani o'ldirish xususiyatiga ega emas. Hozir aldab sotishyapti. Ular bir tenga qimmat. Qadimgi o'sha rossiyskiy bo'lsa, bu boshqa gap. Kvars lampalari. O'g'i hech kim qolmagandagina yoqib keting. Bu nafaqat nimalarni, boshqa bir hasharotlarni ham, zararli hasharotlarni ham o'ldiradi. Yoqib qo'ying. Yoqib qo'ying, chiqib keting. Shunda albatta ko'p bakteriyalarga nima bo'ladi. Imkon qadar yostiq va ko'rpacha tushaklaringizda albatta oftobga yosh kerak. Chunki quyoshda ham ultra binafsha nurlari bor. Albatta bu ular dosh bera olmaydi va o'ladi. Demak, xonadonlar toza, qayta aytamiz, xonadonlar toza bo'lgandan keyingina siz yantoq ichsangiz, u dori darrovda shifo bo'ladi. Albatta shuni sinab ko'ring tanangizda. Allergik kasallar borlar, yo'qlar ham sinab ko'ring bu tanangizda. Bu unaqangi qiyin emas. Qiyin ishni aytayotganim yo'q. Yana qayta aytaman, mijozingizni aniqlang. Har bir kishiga yantoq doimo dori bo'lmasligi mumkin. Mana 4 xil mijoz bo'lsa, ba'ziga yantoq, ba'zi birlariga esa boshqa dorilar. Mana misol uchun akir qahrni ham nimalari bo'lishi mumkin? Zanjabil, qarkuma, shuningdek zarchava, shunga o'xshash narsalarni ham ichsangiz, bu albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Tanangizdagi o'sha nimalar kerak emas, yot unsurlarga qarshi kurashadi, immunitetingizni mustahkamlaydi. Immunitet o'zi o'sha chiqadigan kasalliklarni kelib chiqishiga qarshi kurashadigan eng muhim omillardan biri. Bu kuchsizlangandagina kasallik hosil bo'ladi. Atrofimizda doimo turli zararli virus, mikrob doimo tayyor. Buning uchun albatta o'zimiz himoya qilmoqimiz kerak.
Mijozlaringizni biling, bilganingizdan keyingina mana ko'p issiq mijoz deymiz. O'sha nima yesa, mayiz yesa yoki bo'lmasa yong'oq yesa og'izlari og'rib qoladi. Bu issiq mijozga kiradi. Albatta buni yo'li bor. Har borida, har safargida men ta'kidlab o'tar ekanman. Bu temir qalqonsimon bezlarga ham o'ziga yarasha ayollarimizda ko'p bo'ladigan kasallik. Bu albatta yoshi qarasa barobar yong'og'i po'chag'i bilan chaqib, ba'zi bir hozir 10 ming, 15 mingga ham beryapti kilosini. 10 ta yong'og'i chaqib termosga damlab choyni iching deya. Bu sizga o'sha og'zi og'riydiganlarni, mijozi to'g'ri kelmaydigan kishilarga bu albatta endi yong'og'i mag'zini yeya olmaydiganlarga yana bir nima o'rni bor albatta. Bu yong'og'i ko'klagandan keyin yeyish bu ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Bir oz siqalatib, ularni blenderga chaqib, blenderga solib, maydalab sut holatiga kelib ichilsa, chiyoq odamlarga yana ham sog'liq uchun immunitet ko'taradi. O'sha fosfor, magniy, shunga o'xshagan badanda, insonni badanida yetishmayotgan nimalarni to'ldirishga sababchi bo'ladi. Birodar azizlar, tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Demak, ozgina bo'lsa-da men sizlarga yordam bera olgan bo'lsam, kommentariyada fikr va mulohazalaringizni bildirasiz. Shunga qarab men yana nimalarni aytishga nima qilaman. Kelgusi bavosil kasalligi, ya'ni gemoroyga nimalar qilsa bo'ladi degan yana nimalarni ham aytib o'tmoqchiman. Birodar azizlar, doimo mana shu ich qotmasligiga harakat qilish kerak. Odam ovqat yedimi, darrov borish kerak. Ichdimi, chiqarib tashlash kerak eskisini. Shuning uchun ich qotishi juda ham yomon narsa. Shuning uchun ko'proq chia urug'i ham hozir magazinlarda seroq bo'lib qoldi. Bularni qattiqqa urug' sharbatiga solib ichish yanada maqsadimga muvofiq. Shilimshiq kesil holatiga keladi. Armiyaga borganlar kesil nimaligini albatta biladi. Bundan tashqari, agar chia topolmagan taqdirda nimadan ichsa o'zimizni oddiy zig'ir 25 ming, 30 mingga beradi kilosini. O'shandan ichsa ham juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Bularni maydalab ichsa ham bo'ladi, butunicha o'tib ichsa ham bo'ladi. Novatga solib, novat bilan ichsa ham bo'ladi. Asalga solinsa, asal choy qilib turib ichilsa yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu ishlarni qotishiga, ishlarni qotgandan keyin ko'p viruslar, ko'p nimalarni badandagi to'plangan illatlarni chiqib ketishiga sababchi bo'ladi. Birodar azizlar, biz shu bilan birgalikda mana bu bizda svechalar bor sotuvda, yaxshi svechalar, magnit olmaydigan. Mana ko'plar aytishyapti, svechani hammasini magnit olar ekan-ku deydi. Bizdagilar magnit olmaydi. O'sha ko'proq siltab yurishiga sababchi bo'ladi. Bu bilan bir qatorda mana avtomobillarimizga har turdagi asbob uskunalar bor. Ishni osonlashtiradi, shu bilan birgalikda tezlashtiradi. Magazinlarda sotayotgan, internet orqali sotilayotganlar bilan narxi pashti barobar. Ammo bizda afzallik tomonlari kafolat beramiz, undan tashqari o'rgatib ham qo'yamiz. Uzoqdan kelganlarga yotoq joyi ham beramiz bepul. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Fikr va mulohazalaringizni albatta nimada qoldirasiz degan umiddaman. Rahmat hammaniga e'tiboringiz uchun.